Shundan to'xtadim deb, shunaqa kechirim so'rab tavba qilganman. Odam ishni sevsa, unda baraka bo'ladi. Har qanaqa ish farqi yo'q ularda. Xoh qo'l artadigan ish bo'lsin, xoh chang artadigan ish bo'lsin, uni umuman farqi yo'q. O'sha ishni sevsangiz, o'sha ishga mehr bersangiz, undan baraka keladi sizga. Men o'sha barakani yo'qotib qo'ydim. Chunki men ishimni sevmayman, pulga qarab ketib qoldim, moliyaviy tarafga qarab. Misol uchun klientlarim avval kelganda samimiyga, ular farqi yo'q edi menga, 1 so'mlik oladimi, 3 so'mlik oladimi. Men mazza qilardim o'sha joyda. Va men nima qildim? O'sha joyda o'zim mazzamni yo'qotib qo'ydim-da, pulga qarab ketib qoldim. Keyin o'shanda aytdim-da, baraka odamni o'zida ekan-da. Qancha ishini sevsang, qadrlasang, bersang beradi Alloh. Sen bermagan joyda hech qachon ola olmaysan-da. Men o'sha berishni unutib qo'ydim-da, faqat olaman deb qoldim-da. O'sha joyda aytib, men shundan to'xtadim-da, shunaqa kechirim so'rab tavba qilganman, ishoning. Buni so'z bilan aniq qilib bera olmayman lekin.